Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan juda ham bir qiziq va kerakli mavzulardan bittasi, ya'ni который temasini sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Chunki ko'plar izohlarda mana shu temani iltimos qilgandi. Shuning uchun bugun men sizlarga shu mavzuni tushuntirib beraman. Demak, который. Вообще, которыйni ishlatayotganimizda biz qaysiki deb tarjima qilamiz. Va agar siz rus tilini, shu mavzularni va bundan ko'proq ma'lumotni o'rganmoqchi bo'lsangiz, rus tilini tez va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana o'zimni rus tili onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini yordamchi o'qituvchi bilan ham o'rganasiz va qisqa vaqt ichida o'rganishingiz mumkin. Agar sizga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, izohlarda men ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib polностью ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi. Demak, который bizada 4 taga bo'linadi. Demak, который, которая, которые и которые. Farqini bitta tushuntirib ketaman. Har bittasi вообще переводится как qaysiki. Gapni to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, qaysiki. Lekin gapni biz unaqa tarjima qilmaymiz. Chunki biz umumiy ma'nosiga qarab bu so'zni ishlatishimiz kerak. Agar to'g'ridan to'g'ri qilmasak, bizda degan tarjimasiga ega bo'ladi. Demak, который bu bizda мужской род, которая женский род, которые средний род, которые ko'plik. Men yozib qo'yaman. Мужской, женский, средний и множественное число ko'plik. Har bittasini yozib olishingiz kerak va men qanaqa ishlatishlarini hozir tushuntirib beraman. Вот смотрите, когда мы их используем, demak, man yozaman mana, мужской род который, женский род которая, средний род которая, ko'plik которые. Har bittasini ishlatayotganimizda biza обязательно fe'l qo'shib ishlatishimiz kerak. Значит, глагол, fe'l. Как это используется? Demak, gapirayotganda, например, men aytishim mumkin. Девушка читает knigu. Qiz kitobni o'qiyapti. Demak, bu gapni biza qaysiki formasida nimaga ishlatishimiz kerak? Chunki oddiy gap qiladigan bo'lsak, bu A1 darajasi bo'ladi. Ya'ni bu prям boshlang'ich. Agar biz который ishlatadigan bo'lsak, biz уже A2. Men sizlarga уже balandroq darajadagi so'zlarni va mavzularni tushuntirishga harakat qilaman, чтобы sizlar pastda qolib ketmasdan, уже ozgina ko'tarilib, kattaroq va qiziqarliroq gapirishinglar uchun. Смотрите. Значит, девушка читает книгу. Qiz kitobni o'qiyapti. Mana bu fe'l turibdi va biz bundan oldin qaysikini qo'yadigan bo'lsak, biz mana buni rodiga qarashimiz kerak. Mana девушка bizda женский род. Demak, женский родga bizda которая bo'ladi. И у нас как будет? Девушка, женский род, которая читает книгу. Endi tarjima qilayotganda именно mana bu qaysiki bilan gan deganda qanaqa bo'ladi? Kitobni orqadan oldinga tarjima qilamiz. Kitobni o'qiyotgan qiz. Понятно-da? Har bittasini hozir ko'rib chiqamiz va sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Yozib olishinglar mumkin. Вот. Смотрите, еще. Endi мужской родga har bittasiga bittalab qilamiz, shunda tushunarliroq bo'ladi. Мальчик делает домашнее задание. Endi agar biz buni
qaysiki, ya'ni gan degan formada ishlatmoqchi bo'lsak, orqadan oldinga tarjima qilamiz va fe'ldan oldin biza sizlar bilan o'sha которыйni to'g'ri formasini ishlatishimiz kerak. Mana мальчик bizada mujskoy rod bo'lgani uchun, demak biz buni oldinga chiqaramiz. Мальчик kitobni o'qiyotgan deydigan bo'lsam, который делает, например, домашнее задание. И qanaqa bo'ladi? Еще раз. Uyga vazifani qilayotgan o'g'il bola. Demak, biza mana buni rodiga qarab va fe'l bilan kelgani uchun shu formani qo'yamiz. Biz buni eslab qolishimiz kerak. Savolga обязательно ahamiyat beramiz. Мальчик bizada кто savoliga javob berdi. Shunda qilayotgan kim deb savol beramiz. Kim nima savoli keladigan bo'lsa, shunda biz xuddi shu formani ishlatishimiz kerak. Agar qayerda, qachon, kim haqida bo'ladigan bo'lsa, bu forma to'g'ri kelmaydi. Biz faqat sizlar bilan kim qilayotgan, kim gapirayotgan, kim nima savoli javob beriladigan bo'lsa, shunda shu formalarni biz ishlatishimiz kerak. Так, yozib olinglar. Поехали. И bizada sizlar bilan средний род ishlatamiz. Средний род bu bizada, например, пусть будет которое вот, и море, как, например, мне нравится. Nravится. Или joyini o'zgartirib qo'yishim mumkin. Мне nravится bilan almashtirib. И bizada qanaqa bo'ladi? Смотрите. Море bizada средний род. Nravится yoqadi. И biza nima savol beryapmiz? Nima yoqadi? Что? Правильно? И bizada средний род. Shunda bizada nima bo'lyapti? Море. Средний род. Средний родda которое manga yoqadi, мне нравится. Xato bo'lmaydi, agar мне нравится bilan нравится мне deb aytsanglar ham. Ya'ni bu yerda ma'nosi o'zgarib qolmaydi va ishlatsanglar полностью bo'ladi. Еще раз. Manga yoqayotgan dengiz. Понятно, да? Demak, har bittasini rodiga, savoliga, fe'liga ahamiyat berib, keyin ishlatishimiz kerak. Mana bu fe'ldan biza dengiz so'ziga savol beryapmiz. Yoqyapti. Nima? Kim yoqyapti desak, кто bo'ladi. И biza o'sha кто kelgandan keyin мужской родda который, женский родda которая, средний и ko'plikda, например, который. Buni har bittasini полностью eslab qolib, to'g'ri formada ishlatishinglar kerak. Смотрите, следующее. Mana yozib olinglar. И у нас получается множественное число. Куплик. Которые. Да? Пусть у нас будет он. Нет. Так. Друзья босса. Друзья гуляют в парке. Demek, do'stlar parkda sayr qilishyapti. Endi biz bundan o'sha qaysiki formasini ishlatishimiz kerak. Parkda aylanib yurishayotgan, gan qo'yishimiz uchun nima bo'ladi bizada? Demak, друзьяni biz nimasiga qaraymiz? Chislosiga. Вот гуляют nima degani? Sayr qilishyapti. Кто? Kim? И друзья bu do'stlar, bizada ko'plik kelyapti. И у нас с вами будет друзья, которые гуляют в парке. Вот. Друзья, которые гуляют
parki. Yana boshqadan tushuntirib ketaman. Parkda sayr qilishayotgan do'stlar. Biza gulyayut-da sayr qilishyapti. Kim deb savol beramiz? Друзья bizada ko'plik. И bizada kim savolga javob berdi. Shuning uchun biza которыйni ishlatishimiz kerak. Umid qilamanki, sizlarga tushunarli bo'lyapti. Endi men sizlarga zadaniyani berib ketaman. To'g'ri formasini sizlar qo'yishingiz kerak. Например, девочка играет. Sizlar bu yerga полностью javoblarni yozasizlar. Mana ham qo'yib qo'yaman, bundoq qilib. Sizlar izohlarda javoblarni yozib qoldirishingiz kerak. Или, например, ученик рассказывает текст. Buni ham полностью sizlar qo'yishingiz kerak. Родина. Да? Zerkalo, zerkalo degani bizada ko'zgu. Visit osilib turibdi. Na stене, devorda. Qo'yishingiz kerak. И пусть у нас будет ребята слушают учителя. Sizlar уже mana bu so'zlarga ahamiyat berib turib, qaysi rodda kelayotganiga, fe'llarni qanaqa qilib ishlatayotganimizga, qaysi savol kelayotganiga полностью ahamiyat berib qilishingiz kerak. Shunda o'zingizlar ham tushunasizlar qanaqa qilayotganinglarni, nimaga unaqa bo'layotganinglarni ham полностью qarab tushunib olishingiz mumkin. Qaranglar. Bu 4 ta gap faqat damashqa, lekin например, sizlar o'zingizlarning gapinglarni mana har bittasiga 3 tadan tuzib, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. То есть men hammasini ko'rib chiqaman. Sizlar o'qimayapti deb o'ylamanglar, men полностью o'qiyman. Hamma izohlarni ko'rib chiqaman. Bir xilda savollarga javob berishga ham harakat qilaman. Смотрите, agar sizlar, например, rus tilini shu darslardan tashqari yaxshiroq, tezroq, osonroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni o'zimning onlayn kursim bor. U yerda sizlar yordamchi o'qituvchi bilan, to'liqroq ma'lumotlar bilan полностью rus tilini o'rganishingiz mumkin. Agar sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, izohlarda men sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, ism, familiya va raqaminglarni qoldirsanglar, sizlar bilan administratsiya bog'lanadi va sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Shuningdek, men sizlarni keyingi darslarimda ham kutib qolaman va xursand bo'laman. Izohlar qoldirsanglar, layklar qo'yib qo'ysanglar. Hamma bilan ko'rishguncha.